Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə Abdikim Əbeydullah'nın Kırpik namlıq povsitini anlatışını davamlaştırırız. Yeşi oxşaş, yeni gelip bir sınıf okuğan bu ikisini kögen her qandaq adam ulanı savaqdaş deyiş uyaqda tursun, əksice təng deyməklik dəfmi qaramaydı. Biri, qapqara çaşları, taqıraq turduğan yüzü, ziyali sifət kiyini velişi bilen kişiге 25 yaşlıq yigitdə görünsə, yana biri aldığı sel yanışken, bir kolunu yoğan teri jovusunun qoynuğa tıqqan, saqal besip ketken yüzleri, yağaqlaşıp ketken kıyafeti bilen 30'lardan halqagan adamda görünettik. Hey adaş, biz mi burun sana oxşaş yaxşılap okugan bolsak birer ali mektepke berip oqatdık, mana endi pişaymanını aldığan qaçı yok. Balı işki, hepi özden dehqan bulup ketdik degine, sen özgermepsen. Men şunundan qoşal adaş. Ba'zida o'zi osmonga isib oldi qara. Savaqlashtirib, nomus qilganda bir yerda uchrashib qolsa, qarmaymangu texi. Yattiqim mush maktabning ichidalar. Vaqting yetib borasan, mo'ngdishimiz. Ular Anvarning yatqiga burildigan tar yo'lga kelib qolgan edi. Hozirning o'zida bizning uyga borayli. Beqivatgan semiz bir paqilnim bor. Kavabqa tatmasam hesab emasmi? Yura. Tavut tarşidek güçlük kolları bilen Anvarning ximirdek yumşak beligidan qamallar tutdi. Bugünçe bo'lmas adaş. Kechda bakli mo'yim ishim bor edi. Boshqa chaqda cho'qim boray. Anvarning ko'zlarida bechoralarga yelinish bir xil kaskinlik aks etdi. Gepingga ishondim. Undaq bo'lsa, menga hozircha qarz bo'lib turgan. Anvar Tavut bilan xo'shlashib aldirab yotib qolmoqda. Uning yuragi so'qmoqda, qalbi hayajonlanmoqda. Qandaqdir yo'qitib qo'yib, uzun yildan beri topolmagan qimmatli narsasini qaytadan tepib olgandek, xushallik, suyunish butun jismini egilib olgan. Atrofidagi hamma narsa, qormo, zumchak qabrlarda ko'rinadigan kesak uylarmi, Nagan-naganda yeydigan bir narsa izlab, ko'chini to'g'ri kesib o'tib qoladigan lalmi islami hozir uning boshqacha yaqinlik, go'zal bo'lib tuyulmoqda. Anvar yotqiga kelibla mashga darhol o't yoqdi. Yotqini boshqadan ratladi. Pokiza supurib tuzatdi. Yuz ko'zlarini so'pullab yurdi. Hatto aynakka qarab kechini tarib elishni unutib qoldi. Tatmini içip kirpik silingan heliqi qutini jo'z üstiga kalendarning qishiga qo'yib qo'ydi. Navada u heliqicha boshqa birisiga ko'ngil bermaganli bo'lsa, Anvar bugun barliq so'zlarni uninga aytdi. 7 yil azab chekkan yuragining dard hasratini to'kdi. O'zining uninga bo'lgan pok sevgi va aqidasini da yaxshi xizmat o'rnida tashlab Qarasayga kelganligini deydi. Ammo Anvar turibla qutini yana tatmining ichiga selibdi. Navada u o'zgarib ketgan bo'lsa, men yeniklik qilgan, hatto g'ururimga tegadigan ish qilgan bo'lmandiman. Kalmisichi texi. Yo'q. U cho'qib keladi. Kelganda nimalarni desam bo'larkin? Muhabbat to'g'riliq gap qilsam-chi? Yo'q. Oldirib ketmasligim kerak. Mana Gülenber geldi. Anvarning yuragi birdan shiddatli soqib ketdi. Tomirlardagi qon qizishgandek qapoqlari ixtiyorsiz yopilib ketdi. U hozirni ko'rdi. İntizorlik, seg'inish, tashnalik ichida uzun yil xiyolida tushlarda ko'rib kelgan, helala chaqmoq chaqqandek g'ilpalli ko'rinib qolgan qalbidagi go'zal farishta Gülenber bilan diydorlashdi. Yugurib tegidakli berib açkan Anvar o'rinda hanqib turib qoldi. Bu nech qarshilish Anvar? Xuddi meni tunji ko'rayotgandek taajjublanib turib ketdingizmi? Menga nimada qaraysiz? Dilmirning xushxuy ovozi Anvarga qarab turgan shahlo ko'zlari mushu minutlarning o'zida Anvarning xiyolidan sir ortiqcha narsa edi. Qani yataq kiring. Anvar Dilnur
aralla anlayalgıda qılıp dedi. Dilnur karvatның meyriqi beşiga, yeziq üstülüge yakın joyga berib o'rin oldi. Bugun u o'zini alohida tuzashtirgan. Uchidagi beg'ayran xurum chapini, kulrang yung pupayqisi, nozik tutlarga kiygan qora ranglik oyog'i avrishim qomatiga ajoyib yarashgan. Bovoqlarnikidek süzük yüzleri bilinmez lavgirini sürgen cinesidek nefis lavları. Manman degan yigitlarning aqlini elib yerda qo'yadi. Appoq sharpisi xuddi chiroyli ichilgan attirgulning bo'yniga lenti chigib qo'ygandek uningga texmi husn qo'shib turadi. Qani choy iching. Anvar ko'rishgini jo'z ustiga qo'yib qo'ydi. Biror ish bilan izzat kirganmidingiz? Qiziq gapda bu. İşi yo'q odam sizni izlab kiradimi bu yerga? Qiz ko'ziga tushib olgan sochlarini tezlashtirib qo'ydi. Siz qachonmi bo'lsa mushi yotoqda o'tirdi ekansiz, sirtlarga chiqsangiz bo'lmamdi? Hozir sirtga chiqishning o'zimi bir avazliqdan. Anvar soatiga yoshirincha qarab qo'ydi. Assa ishi bo'lmasa chiqib ketdim bo'p ekan. Gülenber bilen ko'rishadigan mushundaq paytda vaspas qiltirdi o'qiyni. Gülenber qo'ylarga xazon tashlab berib deb qanday qilish haqida o'ylanayotdi. Bormay desa va'da berib qo'ydi. Dunyoda yolg'onchilikdan ortiq tap ish yo'q. Ba'zi u Anvardan bak yiroqda qoldi. Bu ish Gülenberga xuddi kulib qarayotgan oyning yuzini birdilla qora bo'lib to'sib olgandek tuyuldi. Müşülanın hemmisi anısı ikkandek pişanisiga bitilgan ishmidi. Odamning taqdiri tug'ilishda peshonasiga yezilmiş. Gülenberning peshonasiga nima deb yezilgan bo'g'iydi? Gülenber qadamlarini eg'ir olgan holda uydan chiqdi. Nimali bo'lmasin, mavzuda turish kerak-da. Shu topda uning xiyol qushlari tagsiz hanglarda uchib yurgachga, onasining "Nega borsan qizim" degan ovozini anglamay qoldi. Xushallik, azob, ishonch, umid, mung, hasrat, hayajon, iztirob, o'zi dardlash, qat'iylik uning qalbida birining o'rni biri olmoqda. Atrof gugum pardasi bilan o'ralgan. Hamma yoq Ettigendan beri quyosh tepkida azroq erib qolgan qorlar endilikda xushmaklashib mo'l tutgan. Gülenber Anvarning yotiqiga yaqinlashgancha nafaslari chetlashga, yuragi tez-tez so'qishga boshladi. Yuzlari o't elib kuyishdi. O menga nimalarni-da? Men o'zimni tutib ololmay qolsam, qanday qilaman? Şu tapda tutqulumda jon yo'qdek qiladi. Uning quchog'iga yiqilib tushsam bo'ladi, kashki. Anvarning yotiqi oldiga kelganda Gülenber yotiq eshigini chekmoqchi bo'lib, ko'tirgan qo'lni darhol tortib oldi. Ma'quldan Anvar, birlik kino ko'raylik-ku. Men sizning bundoq buruqtirumlik ichida yashashingizni xohlamayman. Odamni o'sroqni bo'lsa tushunsangiz-ku. Askilgan nazlı ovoz. Yaxtilnur, mening bugun kechda yozgan narslarim bachchiq. Boshqa vaqt ko'raylik. Xudoning kuni degan ko'p-ku. Gülenberning yuragi echdi. İçidan bo'g'ib kelayotgan yig'a uning jismidagi kuchli muhabbat zarbasidan paydo bo'lgan alamlik hasrat nidosiga qo'shilib ketdi. Anvarning yotiqiga chillab qo'yib Dilnur bilan o'ltirg'ini uningga haqorat tuyuldi. Yotoqdan yiroqlashgancha deniz siqilgandek bo'lib, oddiy qishliq kiyimlari ichidagi nozik badani jaloqlab titradi. Mana men o'ylagandek chiqdi. U meni yaxshi ko'rmaydi. Aslida meni ko'ldirlatqili, o'zi ko'rsatgili chaqirgan gap. Qaysi bir yigit qizning chiroyi bilan jamiyatdagi o'rnini tang o'ringa qo'ymagan. Endi bildim. O o'zining muhabbatli hayotini menga ko'z qilmoqchi ekanda. Shuni menga bildirib qo'yg'ili, bugun otayim chaqirgan gap. O'zining o'rnini
oliy maktabda o'qib kelganini menga ko'z qilg'ili olaydan bu o'yinni o'ynab chiqibdi. Odamlar nemanchi pastkash, rasul. Anvar, men seni o'zimdan umid qushim. Baxt yulduzim deb bilgachga ta hozirgacha nurg'un elchilarni qaytirib etib to'y qilmay kelgan edim. Bugungi kunda sening burunqi misrlik beqishingdin menga muhabbat otashlarini tinmay chechib turadigan yuragingdan asarmi qolmabdi u. Balkim shunday qilishga haqli tursan. Ammo mening ilojim yo'q. Bu biz qizlarning o'rtaq ojizligimiz. Men sening ko'z oldimda boshqa bir qiz bilan mang'anligingni ko'rganimda qanchalik azob chekadiganligimni bilmaysan. Balkim ömür bo'yi seni unutolmasman. Baxtsizlik ichida zar o'tarman. Mayli, sana bo'lgan pok muhabbatimning sodiq qurboni bo'lishga roziman. Biroq bundan keyin seni ko'msam deyman. Anglayapsanmi? Aslida men sendan oxirmishqa haqli emas edim. Nemishqidamsizlar? Reallikda ikkimiz hamon turmush daryosining ikki qiyshida turamiz. Ayni vaqtga dahshatli to'lqin bizga dars bilan urilib, ana shundoq ikki tarafga ayirib etgan. Shunga mening sendan oxirmishqa haqqim yo'q. Lekin o'zimni bilmayman. Sen menga doim kulib qarab turgandekla, shu o'tliq ko'zlaring bilan menga muhabbat izhor qilayotgan taklit tuyulasan. Bunaqami amal yo'qmidi? Bumi peshonamga putilgan ishmidi? Gülenber ixtiyorsiz do'sti Saodatning uyiga qarab yo'l oldi. Anvar titib bo'lib hadab soatiga qaraydi. Bir chog'da Dilnur o'zining yana mag'lub bo'lganligini sezib, azoblangan, ko'ngli g'ash bo'lgan holda Anvar bilan so'g'ib xo'shlashib chiqib ketdi. Anvar endi Gülenberning kelishidan umidni kutdi. Bunday kechda uning kelishimi mumkin emas edi. Muallim uni kesik tamoqqa taklif qilgan. Endi shu yerga berib qo'rsqini to'xlab kelish kerak. Boshqa ishlar keyinchi bir gap bo'ladi. Anvar sirtqa chiqishi bilan tang yuzlariga sovuq shamol urildi. U shirkatdi. Ishlari ixtiyorsiz kasildab ketdi. Gülenberning ishi chiqib qolgani o'xshaydi. Bo'lmasa cho'qim kelgan bo'ladi. Anvar o'ziga tasalli berdi. Ana ağlı küçük görürsün üstüne Seyit Muallim'nin öyi. Assalamu alaikum. Yoğan paxtılıq milansına qayırıp öyge kirgen Anvar özge hayranlık içinde qarab qalgan Gülenberni körüp köngli qavatlı söyleyip getdi. O qandaq iş? Tesadüfilik emasdi ha? Kel ufkam. Saitimge tolu qarab közüm töt boldi. Özüm çıkaymiken dep turattım. Mayıkçan yalan baştaq Seyit Muallim onu kızgın kütüp aldı. Bu kızımның dostu Gülenber. Özü muşu mahallinin ustu maşinçisi. Oturun Gülenber. Anvarning yaqinliq ovozi Gülenberge muşu urgandek qattiq anglandı. O adab yuzidan bir oz o'tiribla neriqi uyga Saodatning yeniga chiqib ketdi. Uzoq o'tmay Seyit Muallimning ayoli Anvarga choy keldi. Shundoq qilib uka, ishlaring ko'ngilgidek bo'layotgandi. Qani choyga baqa. Yomon emas. Yezi degan shundoq ketgan. Ba'zi ota-onalar bolalarni maktabga avatmaydi. O'zing oilasiga berib yig'ib keldi ekansan. Bormasang texi bo'lmagan. Dedi Seyit Muallim uyning o'ttirasiga qurgan mashdan o'tini ulg'aytdi. Anvar o'tga qaradi. Qip-qizil cho'g' bilildab, bo'g'im o'tlar tirilib kelmoqda. Anvarning yuragi Gülenberning ishqida shu cho'qqa o'xshash yanmoqda. Ajab ish. U nima uchun men bilan birga o'tirmay boshqa uyga chiqib oladi? Nemishqa menga va'da berib qo'yib bu yerga kelib oladi. Anvar har qancha o'ylabmi bu ishning tegiga yetolmadi.
uzoq o'tmayla g'o'rlari po'qirab turgan ko'chaga kirdi. Osh ko'kining mazzilik hidi dimoqlarga urildi. Anvar kichigidilla cho'chirni yaxshi ko'radi. Marhum onasimi unga ko'proq mushu tomoqni etib beradi. Qayni ukam sovib qolmasin, qiziqidi isla. Ayam oshqa yog'och qo'shiqni cho'kirib selib etib qo'shib qo'ydi. Gülenler tamak vaqtidami Anvar ba uyga chiqmadi. U bir chini cho'shiridan azroqda ichib, shu ketib qo'ydi. Burunlarda chakildab so'zlaydigan Gülenler bugun dahmi jimg'ur, kamsiz. Saodat uning bugun boshqacha bo'lib qolganligidan hayron. So'ralgan savollarga ha, yo'q bilan javob berishidan xalijlik his qilmoqda. Adash, men chiqib ketay, dedi u o'rnidan turib. Anam shu topda qandoq bo'lib ketdikin? Anvar Seyit muallimning uyidan qaytib chiqqanda ko'nglini xashlik qaplab oldi. Aslida Gülenler bugun unga mundaq muomala qilmasa bo'ladi. Ikkisining birari erisini paranglasholmagani, Gülenlerning Anvarga xushmi demay ketib qolishi unga rahmi xalita va azoblik berdi. U nima uchun o'zi mendan qochiradi? Onun ko'ngliga keldigan ish qilmagan edim bu. Anvar sirliq tepishmoq ichiga kirib qolgandek o'ziga savol qo'yadi. Shuncha yil orzu qilgan kunlar yetib kelganda visol qushi uningdan o'zini qochirmoqda. Ammo Anvarning ko'zlaydig'ini birla, aqidasi, turmush qarashi nihoyat aniq. U Gülenberni deb mushi yerga kelgan. Pak sevgiga aqida bog'lab, turmushning jafoliq yo'llarini tanlab olgan. Turmush yo'li dog'dan bo'lmaydi. Biroq Gülenberning visoliga yetalmandi, buni bir nima deyish qiyin. Kim bilsin, shuncha vaqtdan beri boshqa biriga ko'ngil bergan bo'lsa, u o'z aqidasini o'zgartirishga ojizlik qilyapti texi. Agar shunday bo'lganida Anvar Gülenberni abadiy sevib qolaverdi. Onun bu aqidasini hech kim buzib etolmaydi. Anvar ruhsizlangan holda yataqaga yetib keldi. Ana, sidi darxi uni masxar qilyapti-dikin yoki bo'lmasa ich og'irtayapti-dikin. Anvar uning muzdek qo'zaqlarini siladi. Peshonasini yiqib, qandoqdir ko'ngliga tasalli topmoqchi bo'lgandek turib qoldi. Uning og'zi o'manlanib, nimanidir pichirlamoqda. Mas odamdek bir nimalarni deb so'zlamoqda. U o'ziga so'zlayotgandi yoki sidiga so'zlayotgandi, buni bilish qiyin. Anvarning Qarsaydagi kunlari bir xil zerikishlik va azob ichida o'tmoqda. Gülenberning firaqi hadisla uni beorom qilmoqda. Qalbidagi hasratni texmi kuchaytirmoqda. Mana yozliq ta'til tugaydiganga kunni vaqt qoldi. U texi yelala dadasining qishidan qadrdon maktabiga qaytib kelgan. Yana dars manbiriga chiqadiganligini, umoq bolalarga bilim beradiganligini o'ylab, o'ziga ancha-muncha tasalli va oromlik topgandek bo'ldi. Ammo bu uning birdamlik ko'ngil ozodligidan bahramand bo'lish uchun kulgisi kelmasimi, o'zini o'zi qichig'lab kuldirgandek bir ish edi albatta. O heligacha dadasi bilan darqanda o'tirib, o'zining to'y ishi to'g'riliq paranglashib baxmagan. Ham paranglashishni xohlamaydi. Ammo bu qatim dadasi uningdan gap so'rab kelib, agar loyiq topsalar, darhol to'yni qilib qo'ydiganligini aytdi. Va bu ish butunlay uning maylichi bo'ldiganligini, o'zining chapkeri bo'lmaydiganligini bildirdi. Anvar nima deydi? Hozirgidek ahvolda u dadasiga ha yoki yo'q deb bir nima demadi. Faqat ichida kimni o'ldirdi. Taqdir uningga bugungidek ko'ngilsiz kunlarni baxshan qilib atgan. Uning muhabbat tashnasida talay yillardan beri charchab bo'lgan yuragiga yana tugamas azoblarni solgan yerda u nimani deyarsin. Anvar ashulani o'ylab ko'ngli birla xashlikka to'ldi. Kichikdin yatqi uningga zindondek bilindi. Mana saqlani olmag'ilimi birar oycha bo'lib qoldi. Ko'zlari o'ltirishgan,
qo'zlari börtib chiqqan. Aytavur necha yil kasal tutgan odamga o'xshab qolgan edi.